Buni yosh bolalarga olib bersanglar ham bo'ladi. Telefonini qo'ygani ular e'tiborsizroq bo'ladi. Kattalarga olib bersanglar yana ham yaxshi. Yosh kattalarga ofislarga qo'yish oladi. Mana shuni qo'yadi, telefonni shunda tashib ketib turadi. Ammo bunaqa joyga taranglatib qo'yishni hech kim ham xohlamaydi. Shuning uchun bunday qo'yiladi. Udobno estetik vib deb berib turadi. Bunaqa narsa mana kачествоsi ham zo'r. Mana ustini yulib ishlatiraverasizlar, chiqmaydi tuki ham. Mana emblemalarimiz bor, nomerlar, Instagram, Telegram, etiketkalarimiz bilan chiroyli pakovka qilib beramiz. Bittada 3 kishi oilani, opanglarni, ukanglarni hammani xursand qilib yuborasizlar bitta olganinglarda. Вообще chiroyli ranglar, qoralari ham bor, erkak kishilar uchun maxsus. Shuning uchun hayitli bulet soni cheklangan biz. Mana 3 tali nabor tanladik hayitga. Bular 99 mingdan, o'zi asli har bittasi 50 mingdan. Hayit munosabati bilan ikkitasini o'zi 99 ming 100 ming bo'lish kerak edi. Mana sizlarga 3-sini hayitga qo'shib beramiz. Jami 3tasi 99 ming bu hayit aksiyasi, faqat hayit uchun. Yana sizlarga ko'rsataman, endi hozir tayyor bo'lganlari mana ko'rsanglar bo'ladi. Ularning nomi Cozy Pet Touch, ya'ni telefon qo'ygich, telefon tutqich mana. Prosta mana bunaqa joyga zaprosto qo'ysanglar taqillaydi-ku. Buni shunda tashlasangiz ham taqilmaydi. Вообще zo'r. Mana shu uchun. Nima uchun deb so'raysizlar, mana injinilaringlarga olib bersanglar ham bo'ladi.